Siz dasturchisiz va sizga sitemap yaratish bo'yicha zadача berildi. Uni qanaqa qilib yechasiz? Birinchi o'rinda sitemap nimaligini bilamiz. Sitemap nima? Qidiruv tizimlariga veb-saytda qanaqa linklar borligini bildirib qo'yuvchi narsa. Ya'ni qidiruv tizimlari sizni veb-saytingizda qanaqa linklar borligi, qanaqa postlar, qanaqa produktlar borligini bilmaydi va shuning uchun unga taxmin qildirmagan holatda sitemap yaratiladi. Uni ichida veb-saytingizda hamma ma'lumotni ko'rsatish mumkin bo'lgan linklarni ketma-ketligi joylashgan bo'ladi. Sitemap o'zi bir XML formatda yuboriladi va bu backenddan, ya'ni databazadan chiqqan ma'lumotni linklar orqali maplash yoki birma-bir linklarni tuzib chiqish orqali u yerga beriladi va qidiruv tizimlari ana shu linklarga kirib ma'lumotni ko'rishni boshlaydi. Demak, bu kodimizni ko'rsak bo'ladi. Hozirgi a, yaratilgan sitemapda demak nima? Localhost 3000 bu qanaqadir veb-saytda linki bo'lishi mumkin va sitemap XML. Sitemap XML dan qilsam, XML fayl ochilyapti. Bu yerda ko'rishingiz mumkin va bu yerda nimaga sitemap index orqali tag yozilgan. Sitemap index bu saytdagi link emas, bu yana bir sitemap uchun linklar ishlatiladigan bo'lsa, sitemaplarni listi uchun ishlatiladigan tag. Sitemap indeksni ichida sitemap degan taglar joylanadi va sitemap tagini ichida log, ya'ni location, uni adresi, ya'ni ichidagi sitemap qaysi adresda turibdi, last mat, ya'ni last modification. Bu oxirgi marta qachon update qilindi, ya'ni bu ana shu hozirgi sitemap olingan vaqt beriladi va Google search engine'larga yoki umuman search engine'larga berilganda, sitemapni get qilganda mana shu qachon get qilganini bir xil qilib yuboriladi va SEO injener buni qachon sitemaplarni oxirgi marta Google olganini bilishi mumkin bo'ladi. Demak, bizda 3 ta yana bir sitemapimiz bor. Ya'ni bizda aytildi, biz shunaqa qilishimiz kerak. Demak, bizda kategoriyalar bor, bizda postlar bor, bizda static page'lar bor. Static page shunchaki ma'lumot beruvchi page'lar bor. Demak, shular uchun hammasiga alohida sitemap yaratish kerak. Nimaga? Порядки bo'ladi va qidiruv sistemalari uchun ularni boshqarish oson bo'ladi. Demak, sitemaplarni ichiga kirganda 3 ta kategoriya XML, posts XML и static pages XML ga redirect qiladigan bu sitemaplarni indeksi joylashgan. Demak, kirdi va birinchisiga yana qidiruv tizimi ochib beradi va ochganida bu yerda endi linklar kelishni boshlaydi. Bizda qanaqa kategoriyalar bor? Bizda texnologiya, biznes, lifestyle kabi texnologiyalar bor va bu texnologiyalarni linki bor. Mana bu yerda, misol uchun kategoriya deb kiradigan bo'lsak, bizda unaqa hozircha page yo'q, not found turibdi. Lekin biz shunaqa page qilamiz deb, qilingan deb tasavvur qilsak, mana shu narsani ochib beradi va to'g'ridan to'g'ri qidiruv sistemalari shu linkka o'tib, ichidagi ma'lumotni oladi. Hozirgi sitemapimizni agar qidiruv tizimiga bersak, Google'da qidirilganda mana shu linkni ochib beradi, faqat uni kontentini "This page could not be found" deb ko'rsatishadi. Xo'p, buning ichida 4 ta link ko'rsatilyapti. Bizda bu yerda URL set, bu degani directly, ya'ni to'g'ridan to'g'ri veb-saytga va veb-saytni kontentini ochish uchun URLlarni listi degani. Ichida URL tag. URL tagini ichida location, last modification, changes, change frequency, ya'ni qachon qancha vaqt o'zgardi, priority. Shular bor. Ya'ni bular ana shu link bo'yicha ma'lumotlarni ifodalab beruvchi narsa va biznes. Bu tushunarli. Demak, Google qidiruv tizimi yoki Yandex qidiruv tizimi, Bing qidiruv tizimi keldi. Bu yerga ko'rdi, qarasaki yana qaytadan linklar bor. Bularga hammasiga qaytadan tashlab chiqdi va uning ichidagi hammasini ichidan bir 5-6 tadan yana link oldida, endi ular bo'yicha keyin haqiqiy kontentni olishni boshlaydi. Xo'p, buni qanaqa qilib yozish mumkin? Buni yozadigan bo'lsa, boshqa XML'larga ham kirib ko'ring. Ya'ni mana postlarni XML'i. Postlarni ichida aytaylik, bizda 4 ta postimiz bor ekan. Introduction to Next.js, Business Growth Strategies, Hustle Living Tips, AI in Business. Xo'p, bu qanaqa qilib yaratilgan? Demak, kodni ko'radigan bo'lsak, app ichiga oddiy page sifatida sitemap ochilgan. API yo'q, ya'ni sitemap ochilgan oddiy page sifatida, ya'ni birinchi kiradigan sitemap XML ochilgan. Buning ichiga route yozilgan. Nimaga? Bu просто get request tashlaydi. Bu nima qaytaradi? Fayl qaytarib yuboradi. Page emas, HTML fayl emas, XML fayl. Nimaga?
Chunki bu yoqqa oxirgi returniga application XML yozilgan va cache control public max age 3600 bu 1 soat degani. 1 soatlik keshga qo'yib jo'natilgan va application tipi XML bo'lgani uchun brauzer o'zi xuddi shunaqa XML qilib ochaveradi. Xo'p, tushunarli. Nimani return qilyapti? Sitemap index. Sitemap index qayerdan keladi? Generate sitemap index. Bu funksiya nima qiladi? Agar ichiga biz entry yuboradigan bo'lsak, qanaqadir mana location, ya'ni URL va last modification ni yuborsak, bizga nima qiladi? Sitemap indekslarni tegini ochadi va uni ichiga bizga kelyapti turgan ma'lumotlar arrayini map qilib beradi. Ya'ni sitemap mana bunaqa ko'rinishda oddiy string bu. Oxiriga map qilingandan keyin join qilib qo'yilyapti. Nima uchun? Chunki bu string va stringlar aslida mana bu narsa qanaqadir katta narsa emas, oddiy string, faqat XML tip qilganimiz uchun brauzer uni o'qishni biladi, qanaqa qilib formatlashni biladi, shuning uchun chiroyli qilib chiqaryapti. Xo'p, tushunarli. Bu generate sitemap index shu yoqqa mana bu array berilib yuboryapti. Array ichidagi obyektlar last modification, location. 3 ta XML uchun link. Endi bular sitemap static page XML ga yuboriladi. Demak, nima qilamiz? Folderlarning ichidan sitemap ni ko'ramiz. Ozgina kattalashtiramiz va bu yerda categories XML, posts XML va static pages XML bor. Static pages XML ga kiramiz. Bu yerda nima bor? Bu yerda linklar bor. Home page, about, contact, privacy policy, terms of service. Xo'p, shular bor va bularni create qilish uchun, ya'ni bular oddiy array, endi bularni linkka o'girish uchun, sitemapni ichidagi linklarga o'girish uchun hammasi maplangan holatda static page map oddiy obyekt ko'rinishiga o'tilyapti va bu yerda generate sitemap. Ya'ni endi bunda nima? Sitemaplarni indeksi emas, haqiqiy sitemaplarni URLini generate qilinyapti. Bu yerga nima qilinyapti? URL set mana bu XML bu defaultning qo'yiladi bu versiyasi va URLlarni maplab qo'yilyapti va bir-biriga qo'shilyapti. Shunaqa qilib bizga HTML ga o'xshagan XML faylni qaytarib yuboradi va buni XML formatida return qiladi. Shu bilan bu yoqqa chiqadi. Xo'p, buni o'chiraman va static pages XML ga kiraman. Bu yerda mana static page, home page, about, contact, privacy policy, term of service. Shularni ko'rishimiz mumkin va post ham xuddi shunaqa. Postlarda mana bunda array turibdi. Qanaqa postlarimiz bor? Slack bu nima? ID ni o'rniga ishlatiladi. Chunki slash turib ID number yozgandan ko'ra introduction to Next.js, ya'ni Slack yozgan odamlarga tushunarli va Slackning ichida key bo'lishi SEO uchun, qidiruv tizimlari uchun juda ham muhim narsalardan. Ya'ni Slackning ichiga misol uchun Tashkent deb yozib qo'yilsa, misol uchun website slash Tashkent yoki slash Andijan slash Farg'ona и qanaqadir produkt yoki qanaqadir post yozilgan bo'lsa, Google nima qiladi? Ana shu linkini olib turganda, linkini ichida directly to'g'ri Toshkent yoki shunga o'xshagan keywordni olib turgani uchun agar user Toshkentdagi mana bu tovar, Toshkentdagi mana bu post deydigan bo'lsa, sразу o'sha narsani chiqarib beradi. Xo'p, tushunarli. Bu ham xuddi shunaqa qilingan. Endi bu bizda backend yoki data bazadan dinamik tarzda keladi deydigan bo'lsak, bu nima qilinadi? Xuddi shuni shunchaki API bilan almashtirib qo'yiladi yoki databasedan o'qiydigan, misol uchun drizzle ishlatilishi mumkin. Databasedagi listlarni olib chiqib, mana shu yerda oddiy array ko'rinishiga olib kelib olib, bu yoqda yana generate qilib qaytarib berilaveradi. Agar sitemaplarni linki juda ham ko'payib ketsa, aytaylik 10 minglab produkt bor, 20 minglab produkt bor. Unda nima qilinadi? Taxminan mingtadan 20 mingtani 20 taga bo'lib yuboriladi. Shunda nima qilinadi? Slash product XML qilinganda u URL set emas, sitemap index yuboradi. Ya'ni product page 1 degan, misol uchun product XML slash page 1. Ya'ni shunda ana shu yo'lga kirilganda bir raqamimi, demak limit offset qo'yiladi va aytaylik 2 bo'lsa, 2000 ichidan 3000 ichigacha bo'lgan ma'lumotlarning mingtasini olib kelib, uni return qo'yadi. Bitta muammosi nimaga hammasini 20 mingtani bittada qilib bo'lmaydi? Juda ham kattalashib ketadi. 20, 30 megabayt, 40 megabayt uni
injillar o'qishi ham muammo bo'ladi, uni yuklab olish ham. Misol uchun yaxshigina kompyuter bo'lsa, ko'taradi-ku, lekin katta ma'lumotni o'lchab turganda judayam qotadi. O'shaning uchun overload bo'lib ketadi. Shuning uchun, shunaqa, pagination ishlatiladi shu joyiga. Xo'p, sitemaplar o'zi shu uchun kerak. Google, Yandex, Bing shunga o'xshash qidiruv tizimlari uchun ishlatilish uchun. Ularga bildirish uchun. Agar savollar yoki qanaqadir tushunmagan joylar bo'lsa, Telegramimizdan ko'rishinglar mumkin. Agar kontent yoqqan bo'lsa, layk bosing, kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz albatta bizni kontentlarimiz to'xtovsiz va ko'proq chiqishini ta'minlaydi. Rahmat, salomat bo'linglar.